Assalomu alaykum, Feroz agentlarining obunachilari, omonatini dom oyursin. Qadrdonlar, bugungi obzorimiz Buxoro shahar Balgaz posyolkada besh etajli yangi domimizning birinchi etajida 2 xonali Yevro ta'mirda ta'mirlangan kvartiramizni obzorga kerak. Kvartiramiz 65 kvadratdan iborat va 65 kvadrat yerto'lasi ham bor. Yerto'lasi korobka holatda. Hozir xonadonimizni obzorni ko'rsatib o'tamiz. Obzor davomida qolgan ma'lumotlarni yetkazishga harakat qilamiz. Sizlar unga qadar bizning obzorimizni like papska va Feroz agentlariga obuna bo'lishni unutmang. Qadrdonim, ketdik obzorga. Ana o'tirgan kundimizdan keyingina bemalol uголовча qo'yganlar, o'tirib ovqatlanishga sharoit qilib qo'yganlar. Bu yerdan olinadigan narsasi xolodilnik bilan seralka olib ketiladi, boshqa hamma narsalari qoladi. Qadrdonim, oyoq ostlarimiz laminat qilingan, sifatli mo'ysha aboylar bilan ta'mirlab qo'yganlar. Eshiklari esa MDF yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Ana bu yuvinish xonasi patologgacha kafil qilib qo'yganlar, rakvina, oynacha qo'yganlar. Qadrdonlarim, ana bu esa bizning hojatxonamizga ariston qo'yilgan va patologgacha kafil qilib qo'yganlar. Perxoshkamizga perxosh shkaf qo'yilgan. Perxoshkamizdan cho'tka remontcha qilib qo'ygan. Ana bu spalni xonamizdan cho'tka remontcha, gipsokartoncha va lyustracha o'sib qo'yganlar. Bu yoqdan ko'rayotgan narsalar barcha jihozlari qoladi. Ana bu esa mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz ham kattagina, kengina, chiroyli lyustra, gipsokartonga uzor berganlar, konditsioner bor va devorlarimizni chiroyli qilib mo'ysha bo'ylar bilan ta'mirlab qo'yganlar. Qadrdonlarim, agar shu territoriyadan bironta yaqinlaringiz yoki o'zlaringiz uy qidirib yurgan bo'lsangiz, bizda aloqada chiqishingiz uchun pastga raqamlarni qo'yib o'tamiz. Bizda aloqada chiqib qoling, qadrdonim. Feroz agensiyaga obuna bo'lishni unutmang, qadrdonim. Kvartiramiz narxini 41.500 deb baholayapmiz. Yana ozgina savdolashga zazochasi bor. Xohlasangiz ikkilamchi kredit asosida ham rasmiylashtirib bersak bo'ladi. Omonatini omon bo'ling, qadrdonim. Shunaqa kvartirani olib yashashingizga nasib qilsin. So'qani tashlang, shu kvartiraga kelib yashang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.